Bismillahirrohmanirrohim. Shifohiya kitobidan darslarimizni boshlagan edik. Ancha yurib qo'yganmiz. Bugun inshaalloh 12-darsdan davom etamiz. Bu darsimizda inkor gap tuzishni o'rgatadi musannif rahmatullohi alayh. Qaranglar, bu yerda oddiy bitta narsa bor. O'zi umuman o'zbek tilida ham gap tuzilganda 3 xil gap bor. Boshqa qaysidir tilda o'rgansangiz ham xuddi shu shaklda bo'ladi. Buni o'zbek tilida misol uchun darak gap deb qo'yadi. Birinchi o'rinda qanaqa ekan? Darak gap deydi. Misol uchun darak gap. Bu endi arabiy aytadigan bo'lsak, bu xabariy jumla deyiladi. Misol uchun o'sha oldin o'tganimiz huva kabirun desak, men mana shu joyda ma'lumot berdim, ro'paradagi odamga xabar berdim, darak berdim. Endi bizda yana nima bor? Inkor gap bor. Yaxshilab e'tibor beringlar shu joyga. Inkor gap. Bu nima? U katta emas degani. Misol uchun huva endi oraga laysa tushadi. Bi kabirin. Endi so'roq gap bor. Bu inshaalloh 17-18 darslarda keladi. So'roq gap. Bu qanaqa bo'ladi? Oldiga hal qo'shamiz. Hal huwa kabirun. Biz aslida e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu joygacha, ya'ni 11-darsgacha faqat darak gap shaklini o'rgandik. U darak gapimizda har xil holatlar bo'ldi. Darak gapimizda bunday kuzatadigan bo'lsangiz, har xil variantlar bo'ldi. Qanaqa bo'lishi mumkin? Bunday olib qarasangiz, u oddiy ikkita kalimadan tuzilgan bo'lishi mumkin. Masalanda, yoki u nima bo'lishi mumkin yana? U izofadan tuzilgan bo'lishi mumkin. Yoki yana jicha kuzatadigan bo'lsangiz, maxsus sifat qo'shilgan bo'lishi mumkin. E'tibor beramizda endi. Misol uchun e'tibor bering. Hazar rojulu dedik, to'g'rimi? Hazar rojulu g'oniyun dedik. Mana shu joyda hali ham darak gap turibdi. Hali ham ro'paradagi odamga biz ma'lumot beryapmiz. Yoki 6-darsda biz o'tdikki, sodiquhu deylik imamun. Uning do'sti imomdir dedik. Sodiquhu. Tepada hazar rojuluda ishora bor edi mana bu hazar. Pastda esa mana sodiquhuda izofa qoidasi qo'shilyapti. Yoki ar-rojulul aqilu alimun. Demak, aqlli kishi olimdir deyapman. Bu yerda esa mavsuf sifat qoidasi ishlayapti. Mana bu ar-rojul nima bo'ladi? Mavsuf bo'ladi. Al-aqil esa sifati bo'ladi. Ikkovi mubtado bo'ladi. Mana bu alimun esa xabar bo'ladi. Esinglarda, biz buni o'tgan darslarda o'tganmiz. Endi biz mana shu har qanaqangi shaklda bo'lishidan qat'iy nazar, xoh ismi ishora, mana bu ishora qatnashgan bo'lsin, xoh izofa qatnashgan bo'lsin, yoki xoh mana bu mavsuf sifat qoidasi qatnashgan bo'lsin, farqi yo'q. Biz mana shuni inkor qilish variantini o'rganamiz. Bu juda oson. Laysa mavzusini o'z ichiga oladi. Laysa bilan bo'ladi bu. Laysa nima desa, bu o'zbek tilidagi emas yoki mas deb tarjima qilamiz. Mana shuni bizga beruvchi yuklama hisoblanadi. Ya'ni buni tarkibiy jihati muhim emas hozir. Endi o'qiyotganlarga buni fe'l, uni ismi bo'ladi, xabari bo'ladi degan qiyin gaplarni aytishni hozir keragi yo'q. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun biz bu yerda nima qilamiz? Biz bu yerda hozir shunchaki uni qanday ishlatilish shakliga e'tibor qaratamiz. Xolos. Tushuntira oldim degan umiddaman inshaalloh. Demak, bizda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihati shuki, 3 ta shaxs bor. 3 ta shaxs bu nima degani desangiz, birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxs deymiz. Birinchi shaxs bor, ikkinchi shaxs bor va uchinchi shaxs bor. Biz mana shu birinchi shaxsni arab tilida zamirlar mavzusida o'tgan edikki, biz nima deymiz buni dedik? Mutakallim deymiz deganmiz, esinglarda bo'lsa. Mutakallim. Endi ikkinchi shaxs esa muxotob deb nomlanadi deganmiz. Uchinchi shaxs esa g'oib deb nomlanadi. Va endi mana bu mutakallimda jinsi yo'q, chunki gapirayotgan odamning ovozini eshitasiz yoki ko'rib turasiz, uni alohida jins bilan ifodalashga hojat yo'q. Demak, buni birligi bo'lishi mumkin yoki ko'pligi bo'lishi mumkin. Ko'pligi bo'lishi mumkin. Lekin mana bu muxotobda esa nima bo'ladi? Avval biz buni erkak ayolga bo'lib olamiz. Ya'ni bo'lishi mumkin muzakkar, bo'lishi mumkin muannas, to'g'rimi? Xuddi shu shakl g'oyibda ham bo'ladi. Ya'ni bo'lishi mumkin muzakkar, bo'lishi mumkin muannas. Tushuntira oldimmi inshaalloh? Mana bu nuqtasini qo'ydi deb hisoblaysizlar. Xo'p, endi buni birligi, ikkiligi, ko'pligi bor. Buni ham e'tibor bering, birligi, ikkiligi, ko'pligi bor. Bunda ham xuddi shu ahvol, bunda ham xuddi shu ahvol. Bu nima degani bu desangiz, masalan, men emasman, sen emassan.
Biz emasmiz, ular emas. Tushunyapsiz-a? Mana shu masala bor hozir. Biz tushunib, ya'ni anglab olishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Buni endi kitobdagi ketma-ketlik bo'yicha yodlab olsangiz, oldingizdan chiqadigan, bundan keyingi keladigan fe'llarni shablonini yodlashingizga yordam beradi. Aslida uni aynan o'sha shaklda yodlashingiz shart emas, fahmlashingiz muhim. E'tibor bering, agar birinchi shaxsga ishlatmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, agar bitta bo'ladigan bo'lsa, siz unga nima deysiz? Lastu deysiz. Lastu. Bu degani men emasman degan. Agar ko'pchilik bo'ladigan bo'lsak, unda nima bo'ladi? Lasna bo'ladi. Biz emasmiz degani bo'ladi. Agar ikkinchi shaxs bo'ladigan bo'lsa-chi, lasta. Agar muzakkar bo'lsa, lasti muannas bo'lsa. Endi xuddaki anta antiga o'xshaydi. Lastuma xuddi antumaga o'xshaydi. Bu ayollarga ham, erkaklarga ham ishlatiladi. Agar antumga o'xshash, lastum desangiz, bu erkaklarga sizlar emassizlar deyotgan bo'lasiz. Agar lastunna deydigan bo'lsangiz, xuddaki antunnaga o'xshaydi. Bu ayollarga sizlar emassizlar degan bo'lasiz. Erkak kishiga nima deysiz? Laysa. Uzra. Laysa. Ayol kishiga esa laysat. Laysat. Erkaklarning ikkiligi laysani o'zini ko'paytirib qo'yamiz, cho'zib qo'yamiz, laysa bo'ladi. Bunda ham laysa ta bo'lib ani qo'shib qo'yamiz. Laysa ta qilib ikkiligi bo'lib qoladi. Endi erkaklarning ko'pligi laysu vav bilan, ayollarning ko'pligi esa lasna. Lasna bo'ladi. Lasna. Bu hozir kitobimizda ketma-ketlikda keladi bu narsa. Faqat siz tushunishingiz kerak bo'lgan narsa shuki, siz emas degan ma'noni berayotgan vaqtingizda o'zbek tiliga o'xshash, masalan, emasman, emassan, emasmiz, emassizlar, emaslar qilib oxirida qo'shimchasi bilan ishlatyapsiz-ku. Arab tilida ham xuddi shunaqa. Faqat bu o'zgaradi. Laysa kalimani o'zagi laysa, keyin u mana bu lastuga yoki lasti yoki lastaga yoki lastumaga yoki lastunna yoki lastumga o'zgarib ketishi mumkin ekan. Mana shuni tushuntirmoqchiman hozir bu yerda. Bu nima o'zi bu desa, aynan shu inkor ma'nosini berayotgan paytingizda sizga kerak bo'lgan ma'noni ifodalovchi narsa hisoblanadi. Masala shu bu yerda. Tushuntira oldimmi inshaalloh? Hozir kitobimizda shu narsani beradi. Endi faqat bu yerda bitta masala bor. Bu biz laysani qayerga qo'yamiz degan masala bor. Ikkita oson, juda ham oson, ikkita yo'li bor. Siz oddiy darak gapni olasizda, masalan, birinchi, ikkinchi darslarda kelgan shaklni olaylik-da. Masalan, bizda huwa sag'irun, u kichkinadir degan gapimiz bor. Ikki xil yo'l bor menda. Xohlasam oldiga laysa huwa sag'irun deyman. Faqat bitta o'zgarish bo'ladi. Gapni boshiga laysa olib keldim-ku, mana bu birinchisiga tegmayman. Mana bunga bi qo'shib qo'yaman. Bi qo'shilgandan keyin oxiri nima bo'ladi? Bi sag'iringa o'zgarib qoladi. Yoki ikkinchi variant bor. Huwa gapni boshida turaveradi. Undan keyin laysani olib kelasiz, yana bi sag'irin bo'ladi. Mana bu sot bo'lsa, mana bu g'i bo'ladi. Bi sag'irin. Bi sag'irin. Oddiy narsa. Tushuntira oldimmi? Ya'ni biz esinglarda bo'lsa mubtado bor, xabar bor deb gaplashgan edik. Gap boshlangan qismini biz mubtado deymiz, gap tugayotgan qismini esa xabar deymiz deb qayta-qayta aytgan edim. Endi mana ikkita yo'li bor ekan. Masalan, e'tibor bering, hazar rajulu, mana shu ikkovi bitta bo'lib mubtado bo'ladi deganman. Menda ikkita ehtimol bor. Xohlasam oldiga laysani olib kelib turib, laysa hazar rajulu bi g'oniyin desam ham bo'ladi. Faqat bi qo'shilganligi uchun g'oniyin bo'lib qoladi. Yoki men laysani o'rnini mana bu joyga olib o'taman. Ya'ni gapni hazar rajulu bilan boshlayman. Hazar rajulu keyin laysa bi g'oniyin deyman. Tushundingiz-a? Ya'ni juda oson narsa. Mana bu haza ar-rajul ikkovi bitta bo'lib mubtado bo'layotdi-ku. Mana shu ikkovidan oldin laysani olib kelaman yoki ikkovidan keyin mana bu yoqqa laysani olib kelaman. Endi faqat bu yerda bitta narsa tushunishimiz kerak bo'lgan jihati bor. Nima bu deydigan bo'lsangiz, mana bu ar-rajul uchinchi shaxsda. Lekin men agar anta deydigan bo'lsam, endi laysa ishlata olmayman. Anta lasta, bi kabirin deyishim kerak. Ya'ni nima oslashim kerak? Lasta bi kabirin deyishim kerak. Ya'ni sen katta emassan. Tushundira oldimmi? Yoki masalan, al-ulama'u laysu bi du'afa, dot mana bu. Du'afa, olimlar zaif emasdirlar deyapman.
Mana bu al-ulama u ko'plik bo'lgani uchun ham laysani ko'plik shaklini ishlatyapman. Masala shu. Faqat bizda aytdimki, laysa qayerda keladi desa ikkita ehtimol bor, to'g'rimi? Laysa agar gap boshida kelishi mumkin ekan yoki gap o'rtasida kelishi mumkin ekan. Qanaqasiga desangiz, buni misolini hozir ko'rdik. Demak, al-ulama'u laysu bi du'afa deganimda gap o'rtasida kelyapti. Mana e'tibor bering, gap o'rtasida. Lekin tepada nima dedik? Laysa haza rajulu bi g'aniyin deganimda esa gap boshida kelyapti. Bizda ikkita kategoriya bor. Yaxshilab e'tibor bering. Keyingi betga o'tib olaman. Ikkita kategoriya bor. Bu nima desangiz, bizda ikkita kategoriya bor. Birinchisi son kategoriyasi. Ikkinchisi esa jins kategoriyasi. Qanaqasiga desangiz, chunki qarang, mana bu antami? Mana shu anta muzakkarmi, muzakkar emasmi? Ya'ni muannasmi yoki birlikmi, ko'plikmi degan masala bor. Men shunga qarab, mana bu yerda nimani olib kelaman? Laystani olib kelaman. Mana bu anta muzakkar bo'lyapti. Son e'tiboridan birlik, bu ham birlik bo'ladi. Va bu muzakkar bo'lyapti, ya'ni jins e'tiboridan muzakkar bo'lyapti. Bu ham jins e'tiboridan unga mos bo'lish kerak. Tushuntira oldimmi? Lekin agar siz gapni laysa bilan boshlasangiz, e'tibor bering, laysa deb gap boshlasangiz, unda faqat jinsda moslashadi xolos. Ha ulair rijalu bi aghniya. Nega bunaqa desa, hozir kerak emas, buni qoidasini tushunish shart emas. Chunki boshlang'ичda shunaqa bo'ladi. Buni ichiga kirsangiz, ancha chalg'itib berasiz. Shunday ishlatilishi kerakligini tushunib oling. Ya'ni agar laysa gap boshida kelsa, faqat jinsda moslashadi. Tushuntir oldimmi? Faqat jinsda moslashadi. Ammo laysa gap o'rtasida kelsa, ham sonda, ham jinsda moslashish kerak bo'ladi. Masala shu. Bunga misol beramiz albatta. Tasavvur qiling. Men aytayapmanki, hazihi al-mar'atu. Bu ayol dedim. Men mana shu hazihi al-mar'atudan keyin laysani keltirmoqchi bo'lsam, bu birlikmi, ko'plikmi, muzakkarmi, muannasmi? Har birini e'tiborga olishim kerak. Ya'ni jinsni ham, sonni ham. Aytamanki, laysat bi alimatin. Olima ayol emas dedim. Lekin men agar gapni laysa, gapni boshlab kelmoqchi bo'lsam-chi, unda faqat jinsini moslayman xolos. Va birlikda bo'ladi. Aytamanki, e'tibor bering, laysat hazihil mar'atu yana bi'alimatin. Nima farqi bor? Bir xil bo'ldi-ku desiz, bunda farqi yo'q, chunki ikkovi ham birlik. Ammo e'tibor bering, men ko'plik qiladigan bo'lsam-chi, e'tibor bering, haula in-nisa'u, mana bu yerda haula in-nisa'u bi'alimatin. Savol, men mana bu boshida laysani olib keladigan bo'lsam nima qilaman desa, faqat jinsini moslayman. Ya'ni aytamanki, laysat deyman. Ko'plikda bermayman. Nega? Chunki laysa gapni boshida kelsa, faqat jinsda moslashadi xolos. O'rtada kelsa-chi, e'tibor bering, haula'i an-nisa'u lasna. E'tibor bering, lasna bi'alimatin. Gap o'rtasida kelganda o'zidan oldingisiga ham jinsda, ham sonda muvofiq bo'lishi kerak. Ammo gap boshida kelsa-chi, o'zidan keyingisiga faqatgina jinsda bir xil bo'ladi, lekin faqat bir mufrat shaklida ishlatiladi xolos. Tushuntira oldimmi inshaalloh? Ishlatilish masalasi shu. Qarang, men buni 10 minut, 13 minut atrofida, 14 minut atrofida shu narsani tushuntirishga harakat qilyapman. O'zi aslida juda ham sodda narsa. Gap nima haqida ketyapti? Laysani ishlatish haqida ketyapti. Xulosa qilamiz. Gap tuzib olamiz bitta. Haula'i ar-rijalu aghniya'u. Bu darak gap. Bu erkaklar boylardir. Shuni inkorga aylantirishimni ikkita yo'li bor. Men xohlasam gapni boshida laysa olib kelaman, mana bu joyda. Xohlasam mana bu joyda olib kelishim mumkin. Faqat gapni boshida olib kelsam, muzakkar olib kelishim kerak. Mana bu muzakkar bo'lganligi uchun. Ya'ni aytishim kerakki, laysa haula'ir rijalu, keyin bi qo'shib qo'yaman. Bi aghniya bo'ladi. Ammo gapni o'rtasiga olib keladigan bo'lsam-chi, unda e'tibor bering, haula'i ar-rijalu
laysu biag'niya deyman. Nega? Chunki laysa gap o'rtasida kelsa, o'zidan oldingisi bilan ham jinsda, ham sonda bir xil bo'lishi shart. Xulosa shu. Qaytadan. Laysani olib kelishda ikkita usul bor. Xohlang mubtadodan oldin olib keling, xohlang mubtadodan keyin olib keling. Ikkalovi ham durust. Faqat xabarga bi qo'shib qo'yasiz. Xabarga bi qo'shib qo'yasiz. Masala shu. Endi ikkinchi qoidamiz nima? Laysa gapni boshida kelsa, o'zidan keyingisiga jinsda moslashadi, faqat birlikda bo'ladi. Agar gap o'rtasida kelsa, o'zidan oldingisiga ham jinsda, ham sonda moslashishga majbur. Masala shu. Tamoman masala shu. Tushunarlimi? Buni tarkiblab o'tirishga hojat yo'q. Hozircha siz buni tarkiblayman desangiz, asl maqsaddan qochib ketib qolasiz. Buni endi grammatikani batafsil o'qilganda ichiga chuqurroq kiriladi. Tushunarlimi? Laysa, e'tibor bering, endi bu yerda musannif rahmatullohi alayh bizga nima qilyaptilar? Beryaptilar. Bu o'sha g'oyib, uchinchi shaxsni birligi. Laysa, uni ikkiligi, laysu. Bu endi erkaklar emaslar degan. Agar laysat desak, bu ayol kishini birligi, laysata ayol kishini ikkiligi, lasna ayollarni ko'pligi. Lasta ikkinchi shaxs erkak kishiga aytyapsiz, bittaga sen emassan degan. Lastuma ikki kishiga aytyapsiz, lastum erkaklarga. Buni qiyoslash oson. Xuddaki anta, anti, antuma, antum, antunnaga qiyoslaverasiz. Lasti kasra bilan bo'lsa, ayol kishini bittasi bo'ladi. Lastuma, e'tibor bering, antuma bilan bir xil. Lastunna, antunna bilan bir xil ko'plik bo'lyapti. Lastu bu uchinchi shaxs emas, bu birinchi shaxs, men degani. Lasna esa biz degani. Bu endi ko'plik 3 qo'yib qo'yapman, tushunishingiz uchun. Tushunarli ekan, inshaalloh. Bu yerda asosiy tushunishimiz kerak bo'lgan masala shu edi. Endi yana bu yoqda ma ham laysa ma'nosini beradi, faqat bu o'zgarmaydi. Asosan gapni boshida keladi. Tushunarli, ya'ni laysa gap o'rtasida kelaverardi-yu. Vahidun bir kishi, ahadun esa hech bir kishi deb tarjima qilinadi bu yerda. Aslan aslo degani albatta shak shubhasiz, ya'ni albatta deymiz-ku o'zbek tilida. Bularning tarkibi hozir muhim emas. Bular gapni ta'kidlash uchun keladi deb tushuning, shuni o'zi yetadi. Olib tashlasangiz ham ma'no buzilmaydi. Buni qo'shib qo'ysangiz ma'no kuchayadi. Masalan, men bu ishni qilmayman, men bu ishni aslo qilmayman deymiz-ku. Keldim, shubhasiz keldim. Ikkalasining ma'nosi bir xil, faqat shubhasiz yoki albatta keldim degan albatta qo'shilgan jumla ma'nosi sal kuchliroq bo'ladi. Masala shu bu yerda. Tushunarligi? Endi mana men tepada sizga tushuntirgan narsani musannif boshqatdan yana beryapti. Huwa bu uchinchi shaxs, laysa bir xil ishlaydi, ikkalovi demoqchi. Humaga esa siz laysani ishlatmaysiz endi, laysani ishlatasiz. Hum laysu, hiya laysat, humaga laysata. E'tibor bering, mana bu yerda humaga laysa ishlatdik, bu yerdagi humaga esa laysata ishlatdik. Farqi nima desangiz, bu muannas. Tushundingizmi? Bu muannas. Agar muannas ikkita ayol emas demoqchi bo'lsangiz, laysata deysiz. Agar ikkita erkak emas demoqchi bo'lsangiz, laysa deysiz. Hunna lasna ayollar emaslar degan. Anta lasta bu yog'i tushunarli. Yodlab olishingizga ham juda oson. Siz o'sha zamirlarni o'rgangan bo'lsangiz, mana antaga lasta, antumaga lastuma, antumga lastum, anti lasti, antuma lastuma, antunna, e'tibor bering, lastunna bo'lyapti. Ana lastu, nahnu lasna bo'lyapti. Endi bu ko'plik masalasini tushuntiryapti. Laysaga bikabirin bi qo'shib qo'yasiz. Laysu ko'plik bo'lgani uchun bikibarin ko'plikda. Laysat muannas bo'lgani uchun bikabiratin, bu ham muannas bo'lyapti. Lasna ko'plikda bo'lgani uchun bikabiratin. Laysu erkaklar ko'pligi bi ag'niyaa, laysu bi juhalaa, ko'plikka ko'plik ishlatyapmiz. Laysa bi azhara, bu yerda birlik bo'lyapti. Laysat bi zahroa, laysu bi zuhrin, laysu bi bidin, laysu bi mutakabbirina. Biz buni o'tganmiz qoidasini, muzakkar ko'plik o'sha jar holatida yo bilan bo'ladi deb gaplashyapmiz. Endi mana shuni qoidasi kelyapti. Laysu bi khayyatina, tikuvchilar emas degan. O'z aslida o'tgan darsda o'tdikki biz muzakkar ko'plik mavzusini o'tdik, esinglarda bo'lsa. Masalan, bizda mana bu xoyyatun kalimasi bor. Biz buni ko'plik yasamoqchi bo'lsak, oxiriga una qo'shamiz dedik-ku. Aslida biz bu yerga ina qo'shishimiz ham mumkin, ina. Qachon bo'ladi desa, o'zidan oldin mana bi kelsa bi xoyyatuna bo'lmaydi, bi xoyyatina bo'ladi. Bu shaklga o'tib ketadi. Jar holatda turibdi deyiladi. Chunki mana bu bi kabirin bo'lib oxiri kasra bo'ldi-ku. Bu xoyyatuna kasra bo'la olmaydi. Mana bu vov o'chib o'rniga yo keladi. Tushunarli, inshaalloh. Bunaqangi qiyin narsa emas, bular sekin-sekin ochilib boraveradi. Endi mana tushuntiryapti.
Hada rajulu bi shaykhin. Bu yerda endi xato ketib qolgan. Hada rajuluni bi shaykhin bo'lishi kerak emas. Laysa hada rajul bo'lishi kerak. Laysa hada rajulu bi shaykhin. Gapni boshida kelgani. Laysa hada rajulu bi shaykhin yoki mana bu ba zoidi. Bu yerda endi kitobda xato ketib qolib shu joyda. Mana tasavvur qiling, hada rajulu bi shaykhin. Bu kishi choldir desak, laysa hada rajulu bi shaykhin. E'tibor bering, bu yerda laysa gap boshida kelyapti. Keyin xabarga bi qo'shib qo'yapmiz. Haulai rijalu laysu bi shuyukhin. Mana laysa gap o'rtasida kelsa, o'zidan oldingisi ko'plik va muzakkar ikki kategoriyada ham moslashyapti. Laysa haulai rijalu bi shuyukhin. Qarang, laysa gap boshida kelyapti-ku, o'zidan keyingisi muzakkarmi? Bu ham muzakkar to'g'ri, lekin sonda birlashmayapti, birlikda qolyapti. Men shuni tushuntirdim bir soat. Mana shu qoidamiz muannasda ham. Hazihil mar'atu laysat. Mana bu laysat birlikda, chunki o'zidan oldingisi birlik. Bu muannasda, bu ham muannasda. Va bi qo'shib qo'yapmiz. Gap boshida kelsa birlikda muannas, chunki bu ham birlik muannas. Lekin ko'plikka o'tganimizda nima bo'ladi? Haula innisa u ko'plikmi? Lasna ham ko'plik, chunki gap o'rtasida kelsa o'zidan oldingisiga jinsda va sonda birlashadi. Lekin haula innisa u ko'plikda, bu esa birlikda kelyapti. Chunki gap boshida kelsa faqat jinsda moslashadi xolos. Bu ayollar kampirlar emas degan. Laysa rajulun wahidun bighaniyin, ya'ni bitta erkak boy emas. Laysa ahadun bighaniyin, hech bir erkak boy emas. Ahad muzakkarda. Ma rajulun wahidun bighaniyin, bitta erkak boy emas. Ma ahadun bighaniyin, bu ham hech bir erkak boy emas ma'nosida. Bu yerda tushuntirmoqchi bo'layotgan narsasi mana bu ma laysa ma'nosini bera oladi. Mana shuni tushuntirmoqchi musannif rahmatullohi alayhi. Faqat ma laysaga o'xshab gap o'rtasida kelmaydi va laysa o'zgardi-yu. Laysa laysu bo'lib tuslandi-ku. Bu tuslanmaydi. Faqat ma bo'lib turaveradi. Birlikka ham, ko'plikka ham, muzakkarga ham, birinchi shaxs, ikkinchi farq yo'q. Tushunarli inshaalloh. Endi jumlani o'qib qo'ysak bo'laveradi. Al-jumalul arabiyyatu, arabcha jumlalar. Mana shu joyda qoidani yaxshilab eshitib, kasbiy qilib fahmlab oling. Siz qoidani tushunib bo'lganingizdan va lug'atni yodlab bo'lganingizdan keyin bu jumlani o'qiysiz. Men endi uni kutib tura olmaganim uchun to'g'ridan-to'g'ri bu jumlani o'qib tarjima qilishga o'tib ketyapman. Jumlani o'qib tarjima qilsam tez bo'lyapti deb o'ylashingiz mumkin-da. Siz avval jumlani o'qiy oladigan darajaga chiqib olishingiz kerak. Lug'atni yodlab va qoidani fahmlab. Tushunarlimi? Huwa laysa bikabirin, u katta emas. Hum laysu bikibarin, ular katta emaslar. E'tibor bering, mana bu laysa gap o'rtasida kelayotgani uchun mana bu humga o'zidan oldingi kelayotgan humga ham jinsda muzakkarga muzakkar, ham sonda ko'plikka ko'plik ishlatyapmiz. Hiya laysat bikabiratin, u ayol katta emas. Hunna lasna bikabiratin, u ayollar katta emaslar. Anta lasta bialimin, sen olim emassan. Antum lastum biulama, sizlar olim emassizlar. Anti lasti bialimatin, sen olima ayol emassan. Antunna lastunna bialimatin, sizlar olima ayol emassizlar. Ana lastu bimahzunin, men mahzun, ya'ni xafa emasman. Nahnu lasna bimahzunina, biz xafa emasmiz. Hozir tushuntirdimmi? Mana bu mahzununni ko'pligi, biz uni oxiriga aslida una qo'shishimiz kerak. Lekin oldida mana bu bi qo'shilganligi uchun mana bu vav ketadi, o'rniga nima keladi? Ya keladi. Mahzununani mahzuninaga o'zgartiramiz. Ana lastu bikazibatin, bu gapda ayol kishi aytayapti, men yolg'onchi ayol emasman. Qayerdan bilding buni desiz? Chunki erkak kishi aytganda bikazibin bo'lardi. Nahnu lasna bikazibatin, biz yolg'onchi ayollar emasmiz. Hadha ar-rajulu laysa bishaykhin, bu erkak chol emas. Haulai rijalu laysu bishuyukhin, bu erkaklar chol emaslar. Tilkal mar'atu laysat bi'ajuzin, bu ayol kampir emas. Ulaikan nisa'u lasna bi'ajaiza, bu ayollar kampir emaslar. Haza shaykhu laysa bidaifin aslan, bu shayx zaif emas, aslo zaif emas. Qarang, o'zi gap nima bo'lgan? Yana bir marta tushuntirib o'tib ketaman. Mana bu laysani olib tashlang, bini olib tashlang, aslanni olib tashlang. Hada shaykhu daifun bo'lgan. Bu erkak zaifdir bo'lgan. Siz keyin mubtadodan keyin nima qilyapsiz? Laysani olib kelyapsiz. E'tibor bering. Endi laysa kelgan joyda nima bo'ladi? Xabarga mana bu bi qo'shiladi. Tushundingizmi? Endi mana bu aslan nimaga kerak? Jumlani ma'nosini kuchaytirish uchun. Tushunarlimi? Haulai shuyuhu laysu bidu'afa'a aslan, bu qariyalar aslo zaif insonlar emas. Zaka shabbu laysa biqawiyyin aslan, ana bu yosh yigit aslo kuchli emas. Ulaika shubbanu laysu biaqwiya'a aslan, ana bu yosh yigitlar aslo kuchli emaslar. Hada ar-rajulu laysa bimaridin aslan, bu erkak aslo kasal emas. Haulai ar-rijalu laysu bimardo aslan,
Mana bu mardoni tagida ikkita nuqta bo'lmaydi. Bu endi xato ketib qolgan kitobda. Demak, bu erkaklar aslo kasal emaslar. Tilkal mar'atu laysat bighaniyatin aslan. Anavi ayol aslo boy emas. Ulaikan nisa'u lasna bimaridatin aslan. Anavi ayollar aslo kasal emaslar. Hadihi shabbatu laysat bizahro'a. Bu yosh qiz oq yuzli emas. Haula'i shabbatu lasna bizuhrin. Bu yosh qizlar oq yuzli emaslar. Zakal xodimu laysa bimutawadi'in aslan. Anavi xizmatchi erkak aslo mutavozi emas. Haula'il xuddamu laysu bimutakabbirina aslan. Bu xizmatchi erkaklar aslo mutakabbir emaslar. Mutakabbir, mutavozi o'zbek tiliga kirgan so'zlar. Tilkal xodimatu laysat bimujtahidatin. Anavi xizmatchi qiz yoki ayol tirishqoq emas. Ulaikal xodimatu lasna bikaslanatin. Anavi xizmatchi ayollar dangasa emaslar. Ar-rijalu laysu binisa'in albatta bo'ladi. Albatta tu bo'lib qolibdi. Bu xato. Albatta bo'ladi. Bu demak erkaklar aslo ayol emas. An-nisa'u lasna birijalin albatta. Demak ayollar aslo erkak emaslar. Shak shubhasiz. Hada ash-shaykhu laysa bisabiyyin albatta. Bu qariya shak shubhasiz go'dak emas. Hada sabiyyu laysa bishaykhin albatta. Bu go'dak shak shubhasiz qari emas. Endi mana shu joygacha e'tibor bering. Mana shu joygacha. Kitobni formulasini tushunishga harakat qilinglar-da. 1-2 va 3-4 5 darslargacha bo'lgan shakl tugadi. Mana bu e'tibor bergan bo'lsangiz, bizning kitobimizda mana shu joygacha 1-2 darsning formulasi keldi. Zamirlar bilan ishladi. Huwa, anta, ana ishladi. Endi hazar rojuludan boshlab to hozir to'xtagan joyimgacha mana bu joygacha 3-4-5 dars, ya'ni ismi ishoralar, ya'ni bu anavilar shakli keldi. Endi xodimatu mana bu joydan boshlab esa 6-darsning formulasi kelyapti. Ya'ni izofa qoidasi kelyapti. Xodimatu hadhihi al-ajuzi laysat bi'aqilatin. O'zi asli jumla nima bo'lgan? Mana bu laysat top tashlaymiz va ba'ni olib tashlaymiz. Natija nima? Xodimatu hadhihi al-ajuzi aqilatun bo'lgan. Bu kampirning xizmatkor ayoli aqllidir bo'lgan. Siz endi inkor qilmoqchi bo'lsangiz nima qilasiz? Mubtadodan keyin laysan olib kelasiz deganman mana. Xabarga bi qo'shib qo'yasiz. Mana masala shu. Tushundingizmi? Va bu 6-darsda o'tgan izofa shakli bu. Esdan chiqmasin. Xodimatu hadhihi al-ajuzi laysat bi'aqilatin. Demak, bu kampirning xizmatkor ayoli aqlli emas. Izofa shakli ketyapti buni bu yoqqa. Xodimu zaka tabibi laysa bisafihin. Ana bu tabibning o'g'il bola xizmatkori telba emas. Xodimatu tilka tabibati laysat bighabiyatin. Anavi ayol tabibning ayol xizmatkori telba emas. Sodiqu abi laysa bimutakabbirin. Otamning do'sti kibrli emas. Asdiqu abi laysu bimutawadi'ina. Otamning do'stlari, qarang bu yerda gap kim haqida ketyapti? Mening otalarim bo'lishi mumkin emas. Ko'chma ma'noda mumkin-da. Haqiqiy ma'noda mening bitta otamning ko'p do'stlari. Men kim haqida gapiryapman? Otam haqida emas, otamning do'stlari haqida. Chunki bu ko'plikmi? Laysu ko'plik, mutavodiina ham ko'plik bo'lyapti. Shunga hisobga e'tibor yo'linglar. Tushunarlimi? Otamning do'stlari mutavozi emaslar. Adu axi laysa bi'alimin. Akamning dushmani olim emas. A'dau axi laysu bijuhalaa. Demak, akamning dushmanlari johil emaslar. Jaru aliyin laysa bitawilin. Alining qo'shnisi uzun emas. Jiranu waliyin laysu biqisorin. Demak, valining qo'shnilari kalta emaslar. Doyfu Xolidin laysa bighaniyin. Xolidning mehmoni boy emas. Duyufu Mahmudin laysu bifuqaro'a. Mahmudning mehmonlari kambag'al emaslar. Abuhu laysa bisahihin. Uning otasi sog'lom emas. Ummuka laysat bimaridatin. Chalg'itadigan joyi erkak kishiga aytyapsiz. Sen erkakning onang kasal emas. Tushunyapsiz? Siz erkak haqida xabar bermayapsiz. Erkakning onasi haqida xabar beryapsiz. O'shaning uchun mana bu ummun muannas, o'shaning uchun laysat beryapsiz. Mana bu kaf sizni chalg'itmasin. Ummuka deyapsiz. Sen demayapsiz, sening onang deyapsiz. Ibni laysa biqawiyyin. Mening o'g'lim kuchli emas. Ibnati laysat bida'ifatin. Mening qizim zaifa emas. Abi laysa bizolimin. Otam zolim emas. Axi laysa bi'adilin. Akam adolatli inson emas. Hop, ar-rajulul faqiru laysa bimasrurin. Kambag'al inson xursand emas. Ar-rijalul fuqara'u laysu bimasrurina. Kambag'al kishilar demak, kambag'al kishilar xursand emaslar. E'tibor beringlar, hammasi tepadan beri shu vaqtgacha faqat laysa gap o'rtasida kelyapti. Birlikda, muzakkar.
ko'plik, muzakkar. Tushundingizmi? Gap o'rtasida kelsa laysa o'zidan oldingisiga ham jinsda ham sonda moslashadi. Esdan chiqmasin. Al-mar'atul ghaniyatu laysat bimahzunatin. Boy ayol xafa emas. An-nisa'ul ghaniyatu lasna bimahzunatin. Boy ayollar xafa emaslar. Al-insanul aqilu laysa bimutakabbirin. Qarang, mana uslub yana o'zgardi. Al-insanul aqilu bu mavsuf sifat qoidasi. Al-insanu mavsuf, al-aqilu sifat ikkovi mubtado. Mubtadodan keyin laysa kelyapti, xabarga bi qo'shib qo'yapmiz. Masala o'sha gap yana. An-nasul uqalau laysu bimutakabbirina. Aqlli insonlar kibrli emaslar. Ash-shaykhu sahihu laysa bidaifin. Sog'lom shayx zaif emas, shayx qari degan. Ash-shaykhul maridu laysa biqawiyyin. Endi zaif kasal qari inson zaif kuchli emas, uzra, kuchli emas. Ash-shabbul fasiqu laysa biaqilin. Fosiq yosh yigit aqlli emas. Ash-shabbus solihu laysa bisafihin. Solih yosh yigit telba emas. Al-g'aniyyul bakhilu laysa bi'adilin. Baxil boy adolatli inson emas. Al-g'aniyyus saxiyyu laysa bizolimin. Saxiy boy inson zolim emas. At-tilmizul aqilu laysa bikaslan. Demak, aqlli o'quvchi dangasa emas. At-tilmizul mujtahidu laysa bisafih. Tirishqoq talaba telba emas. Ad-dallalu solihu laysa bikazib. Solih dallol o'rtakash yolg'onchi emas. Ar-rijalul uqalau laysu bibattalina. Aqlli erkaklar ishsiz emaslar. Muallimukum laysu bishuyuxin. E'tibor beringlar, bu o'sha 10-darslarda kelgan edi. Ko'plikni yasaganimizdan keyin izofa paytida nun tushib ketadi deb o'tganman. Ya'ni daraja oshib boryapti. Kitobda berayotgan misollari buni hisobga olish kerak. Mana bu joyda yana uslub o'zgaryapti. Muallimuna bo'lgan izofa sababli nun ketgan. Muallimukum laysu bishuyuxin. Sizlarning, demak, muallimlaringiz qariya emaslar. Mudarrisukum laysu bishubbanin. Sizlarning o'qituvchilaringiz yosh yigitlar emaslar. Muazzinuna laysu bijuhala. Bizning ozon chaqiruvchilarimiz johil emaslar. Hayyatuna laysu bibattalina. Bizning tikuvchilarimiz ishsiz emaslar. Laysa insanun wahidun biqawiyyin. Bir dona inson kuchli emas. Laysa ahadun biqawiyyin. Hech kim kuchli emas. Ma sabiyyun wahidun biaqilin. Ya'ni bir dona go'dak aqlli emas. Ma ahadun biaqilin aslan. Hech bir kishi aslo aqlli emas. Aksarun nasi laysu biulamaa. Insonlarning aksari olim emaslar. Mana shu joygacha, demak 12-darsimiz tugadi. Keyingi darslarimiz ancha osonroq bo'ladi. Faqat bu yerda musannif rahmatullohi alayh laysa gap boshida kelganiga misol deyarli bermadi. E'tibor bering, hammasida laysa o'rtada keldi. Chunki bunda sizni qiynaydigan narsa yo'q. Chunki o'sha tushuntirganimiz jinsda va sonda birlashadi. Sizni aqlingizga yangilik bo'ladigan jihati, ya'ni moslashmaslik istisno varianti keyingi darslarda keladi. Siz qoidani formulasini tushunib oldingiz. Yana o'sha uslub, siz avval qoidani yaxshilab eshitasiz, kasbiy qilasiz, fahmlaysiz, keyin lug'atni yodlaysiz. Undan keyin demak jumlani biz o'qigan darajada o'qiysiz. Kamida 10 marta o'qishlik tavsiya qilinadi. Ovozingizni chiqaring, o'zingiz eshitishingiz shart. Mana bu joyini yodlab olsangiz yaxshi. Laysa laysa laysu, laysat laysata lasna. Lasta lastuma lastum, lasti lastuma lastunna, lastu lasna. Bu oldingizdan chiqadigan har qanday fe'l mana shu shaklda birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxs birligi, ikkiligi, muzakkar ko'pligi mana shu shaklda tuzlanadi. Doroba dorobu, dorobat dorabata dorabna yoki jalasa jalasu, jalasa jalasada jalasna. Bu endi kelasi zamonda nima qiladi? Kelasi darslarda sizga ancha foyda beradi. Lekin buni yodlashdan ko'ra fahm birinchi o'rinda turadi, esdan chiqmasin. Tushunarliga inshaalloh taala keyingi darsdan davom ettiramiz. Orada uzilish bo'lib qoldi. Inshaalloh buni bu yerga pauza bo'lmay kitob tugagungacha davom etamiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.